Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bitta akkumulyatorimizni yig'ish jarayonini boshladim. Bu qanaqa akkumulyator degan savol tug'iladi. Akkumulyator eski akkumulyator, ikkalasi ham 20-30 oralig'ida yurib qolgan. Buni ikkalasini ham buzganman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu minus kontakt. Mana unday buzganingizdan keyin o'zini eski nikel lentalarini mana shunaqa qoldiqlari qoladi. Plus tarafida ham mana unday. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz. Bu oson emas akalar. Juda ham ko'p vaqt oladi. Buni olgandan keyin yana bittada yig'ib qo'yasiz-ku degan ham savol tug'ilishi mumkin. Unaqa emas. Mana bu yerda energy aktivniy balanser bor. Mana shunga ulanib, har bittasi balansirovka bo'lib, har bittasi balansirovka bo'lgandan keyin har bir yacheyka balansirovka bo'lgandan keyin 24 tadan cheklangan, 24 tadan balansirovka qilinadi. 24 tadan balansirovka qilingan batareykalar parallel taxlanib yana balansirovka qilinadi. O'shandan keyin BMS ga taqilib zaryadga beriladi, to'ldirilib, nagruska apparatda o'ldiriladi zaryadi. O'shanda yana balansirovka apparatiga ulangandan so'ng ichi buzilib ketmasa, batareyka normalni ish beradi. Xudo xolisa yana bir 4-5 yil xizmat qiladi. Demoqchi bo'lganim, remont ishi oson emas akalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bular tayyor bo'lgan holatlari. Diyor degan ukamizniki bu akkumulyator yig'ish jarayoni ketmoqda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu ichida bor, to'la. Yana bitta bor. Mana bu yerda. Bu ham hol buzilish kerak, ichida turibdi.